Bugungi o'tadigan mavzumiz to'plam va to'plamlar ustida amallar. Hurmatli birinchi kurs talabalarga boshida to'plamlar ustida amallar haqida darsimizda o'tib beramiz. Demak, birinchi reja qo'yamiz. Men oliy matematika kafedrasining katta o'qituvchisi Valay Yo'ldoshovich. Bugungi o'tadigan mavzumiz to'plam va to'plamlar ustida amallar. Rejaning birinchi bölümü to'plam va uning elementi, cheksiz va cheksiz to'plamlar. To'plamlar ikkinchisi kesishmasi, to'plamlarning birlashmasi degan uchta rejani ko'rib chiqamiz. To'plam deganda nimani tushunamiz? To'plamning elementi deganda nimani tushunamiz? To'plam haqida tushuncha, to'plam elementlari. To'plam matematikaning boshlang'ich tushunchalaridan biri. To'plamlar, demak, to'plamga umumiy ta'rif berilmaydi. Boshlang'ich tushuncha. To'plamlar masalan auditoriyadagi talabalar to'plami, masalan javondagi kitoblar to'plami deyishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam sonlar to'plami. Masalan sonlar to'plamini butun sonlar to'plamini demak bitta qop deydigan bo'lsak, birinchi mana shunday tushuntirsak ham bo'ladi. Natural sonlar to'plami boshqa bir qopning burchagiga tushadigan nima. Keyingisi masalan butun sonlar to'plami kengayib boradi. Ya'ni birinchi natural sonlar deganda nimani tushunamiz? Natural sonlar demak sanash natijasida hosil bo'ladigan sonlarni natural sonlar to'plami deydi. Butun sonlar esa natural sonlar va manfiy natural sonlar va nolni qo'shsak, demak butun sonlar to'plami hosil bo'ladi. Mana shunday qilib biz to'plamlarda ta'rif berilmay, ularni bir misollar orqali tushuntirib beramiz ekan. To'plam lotin harfining bosh harflari bilan belgilaydi. Masalan A, B, S va hokazo X, Y, Z'lar orqali belgilaymiz. Uning elementlarini esa kichik harflar bilan A, B, S va hokazo X, Y, Z'lar bilan belgilaymiz. Agar A element A to'plamga tegishli ham bo'lishi mumkin, tegishli bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, butun bir natural sonlarni masalan bir misol keltiradigan bo'lsak, -5 soni shu natural sonlarga tegishli emas. Chunki natural sonlar sanash natijasi 1, 2, 3 va hokazo deb ta'rifini berdik. Lekin 5 soni esa natural songa tegishli. Shu nima ta'rifidan kelib, masalan shuni bir ta'rif berayotganda ham masalan A to'plamga tegishli emasligini shunday belgilashimiz mumkin. Keyingi nimamiz esa to'plam tushunchasi matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, bu ta'riflanmaydigan, faqat misollargina orqali tushuntirib beriladigan matematikaning bir nimasi, boshlang'ich tushunchasi. Auditoriyadagi talabalar to'plami, to'g'ri chiziqlarni nuqtalar to'plami, kitoblar to'plami, javondagi, O'zbekistondagi viloyatlar to'plami, Quyosh sistemasining planetalar to'plami va hokazo. To'plam tashkil qiluvchi obyektlar uning elementlari deyiladi. Masalan, biz natural sonni belgilaydigan bo'lsak, uni katta qovurcha bilan yozamizda 1, 2, 3 va hokazo
n va hokazo. Mana shu natural sonlar to'plami. Z esa butun sonlar to'plami. Va hokazo minus n, va hokazo minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 va hokazo. N va hokazo. Demak, bu yerda n natural sonlar, z butun sonlar to'plamining qismi. To'plami bu yerda bir qismini ekanini bildiradi. Bo'sh to'plam, ya'ni bitta ham elementga ega bo'lmagan to'plamga bo'sh to'plam deyiladi va quyidagicha, ya'ni 0 deb uni ustidan chiziq chizmalar chizib katta qog'oz bilan belgilab qo'yamiz. Endi ikkita to'plamning ayirmasi qanday bo'ladi? Ikkita to'plamning ayirmasi a minus b to'plam quyidagicha, ya'ni Weyner diagrammasi orqali ham Euler-Weyner diagrammasi ham deyishadi. Mana shunaqa belgilashingiz mumkin. A minus b to'plam shunday to'plam ekanki, x tegishli a va x tegishli emas b. Ya'ni a dan buni ayirmasi quyidagicha, mana sariq qismi a dan buni ayirmasini bildiradi. Mana sariq qismi. Undan keyin qarang. Bizda chekli va cheksiz to'plam. Demak, to'plamni sanoqliqa chekli sonlardan iborat bo'lsa, bu to'plam chekli to'plam. Cheksiz to'plam elementlari cheksiz. Ya'ni natural sonlar to'plami ham cheksiz to'plamga ham misol bo'ladi. Ya'ni uning elementlari cheksiz. Endi ikkita to'plamning, ya'ni to'plamlar ustida amallar, ya'ni yig'indisi deb aytamiz. Har qanday ikkita to'plamning barcha elementlaridan tuzilgan to'plamga ikkita to'plamning yig'indisi deb ataladi va quyidagicha belgilanadi. Mana a va b ikkalasining umumiy hammasi mana bo'yalgan qora qismdan iborat. A belgilab qo'ydim rang bilan. A yig'indi b, mana ikkita to'plamning yig'indisi. Bitta misol ham keltiramiz. Agar a to'plam a b ikkita element, b to'plam a b c element, c to'plam c f k bo'lsa, bu holda bularning yig'indisi a va b to'plamining umumiy elementlaridan tuzilgan to'plamga aytiladi. Mana a b c. Demak, y va c to'plamining umumiy elementlari esa a b c y f k bo'ladi. C to'plami bilan b to'plamining yig'indisi esa a b c y f k. A bilan c ning yig'indisi esa a b c f k bo'ladi. Mana shu misollar orqali juda oson tushuntirilishi mumkin. Mana shunday qilib, mana to'plamlarni ustida amallarni ham birdan misol orqali yaxshi tushuntirib berdik. Mana shu yana hurmatli talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. To'plamning keyingi qismida ham to'plamlarni yanada batafsil to'xtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.